Assalomu alaykum. Jakji yetdi. Mashinamizni kecha ochib, pampeslarni alishtirdik. Mashinani benzin asosini bundan oldin ochgan ustalar Gentrani benzin asosi bilan Gentran pampesini qo'yishgan. Endi Dayvoda 3,5 4 5 gacha davleni. 5 davleni jakka yetmaydi. Nimaga deganda jakda 8 atmosfera bo'lishi kerak. Shuning uchun buni benzin asosi bo'lmagani uchun mana zbor benzin asos qo'yib beramiz. Короче, mashina yuradi, katta оборотda gaz bossa tortmay qoladi, kuchi yetmaydi. Mana shuna prichinasi bor. Yana prikol shundaki, buni mashhur ustalar mana bu yo'g'ini kesib, mana shunaqa ahvolga olib kelib qo'yishgan mashinani. Shuning uchun iloji boricha shu narsalarni kesmay, bakni shunday tushirib, benzin asosi alishtirgan yaxshiroq. Mana pampers, setka petkasini vaqt-vaqtida qarasa hech qachon problema bo'lmaydi bu mashinaga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.